Va assalomu alaykum hammaga. Men sizlar bilan o'sha Yahyobekman. Yo'qol video. Men hozir firmani ishini qilaman. Matiga bo'laman. Matiga mana meni olmos. Kim sindirdi? Sen sindirdingmi? Tug'ama uchusin yo'qol. Yaxshi. Unchalik hozirlam bo'lmabdi baribir. Tozalab qo'yaver. Voy yetmay qoldi bitta. Mana ekan. Mana bu yerda ekan. Hosil. Yaxshi. Biz hozir tozalashimiz kerak edi. Bugun hozir kam uradi. Bir ikkita hosil chiqadi. Bug'doydan hosil ham chiqqan yo'q. Men bizni qishlog'imiz katta, hech aylanmayman. Kim urdi meni? Meni kim urdi hozir? Şimdi magical habit. İşimiz qilaveraylik. Kim urdi? Yo'qol. Kim bo'lsa yo'qol. Uxlamasin. Kimdir uryapti deb. Yo'qol, sen qarama meni pog'lasin. Bosh tomondan. Bu aytdan yurgan. Roy sachrayapti. Yursak ham yuryapti. Yana bir marta ursa, loyilasiga qarab. Tamam. Desam, kimdir kirganga o'xshadi. Nima bo'pti endi? Sen ilkma deding, ha bo'pti, menga ko'payib qoldi. Men hozir bularni yerga tashlab kelishim kerak. Mer bobo, chol bobo, bugun oila akkinchalik men sizlarga aytayapman. Bugun biz uy olmoqchi edik. Biz hozir uy olmoqchi edik bugun. Qalaysiz mer bobo? Meni o'g'limi? Hop, mana tashlab qo'yapman. Men sizga narsalar tashlab qo'y. Menda dori bor ekan o'stiraydi. Shuni o'stirish kerak ekan. Like bosib olmayapsizlar. Men bo'lmasam mana firmalarga narigi qishloqda aylanib kelaman degandim. Zerikib olib ketdim. Yaxshi. Anaqam boshqa aytdim, videom boshqa narigi qishloq aylanib kelay. Bir zerikarli biz qishloq ham deb. Hech qanaqa hodisalar bo'lmaydi. Yo'qol, bir-biringga qarashma. Hozir men olibdi olmoqchi ko'ryapti. Keyin boraman, meni qorinnim ochdi. Uyga borib tezda ovqatlanib olishim kerak. Qornim ochdi. Haligacha qiziqyapman. Kim urdi meni? Qochib ketdi. Ana. Men hozir aytmoqchi edim. Kim urdi ekan meni deb. O'ldirib qo'ymasa hozir meni tinchmi? Nima? Voy, pullarim qani meni? Voy. Yaxshi olmoslarim yetmabdi. Bular faqat o'zimga ko'rintirib yo'q qo'ydim. Shuncha deyolmayin. Hozir biz boshqa aslahalarni kiyamiz. Sizlar sepadan chiqib ketdi. Yaxshi, endi biz buni topishimiz kerak. I am see you.
O'xshamadi kim o seni? Rostdan shu bo'lsa, I am see you deyadi. Qani endi? Balkim bo'pti. Men qishloqdan olmoqchi edim. Boraychi. Olmosli qishloqqa. Olmosli qishloq deyman. U olmosli uyga boraychi. Yangi odam keldi shekilli biz qishloqqa. Ko'ramiz. Qaytdingmi? Mana topdim. Men qayta olmosli zahirlaki olding. Ayt menga, olmoslarni qayta sen o'g'rimisan? Mana o'sha boy. Men boy to'g'ri deb o'yladim o'zi. Shuncha boyligim bo'lib turib, nima meni narsalarimga tegyapsan? Voy chiq. Bu yoqqa kel. Ushladimmi seni? Men buni o'ldirishim kerak. O'ldirmasdan doymayman. Bu yoqqa kel. Qoch, jonim oz qoldi. Kelma, hozir meni o'ldirib qo'yadi. Meni o'ldirish kerak emas bu. Meni o'ldirsa, shunday video tugatsizlar, like bosib o'ynab qo'ysanglar, men buni o'ldiraman. Sehrlanganini yemadim ekan. Bu yoqqa Yo'q, hozir men o'lib qolaman. Qoch. Video tugab bo'ladi, men hozir o'lib qolsam. O'lmasligim kerak men. Men kuchli bo'lishim kerak. Men u bilan kelishib olsam kerak. Yo'q, o'g'ri bilan qanaqasiga kelishim mumkin. Men ham tomim ketib qolganda. Qanisan? Ko'zga ko'rin. Jitil. Voy, mana topdim. Damlamani is ko'rinish kerak. Mana. Ko'rinmaslik damlamasini ichib olibdi. Mana senga. Har pichoqqa ehtiyotli bo'lish kerak. Mana. Mana qiliching ko'rindi. Kel, sen o'lasan baribir. O'ldim. Mana mening narsalarim. Qadrdon, bo'pti, sizlar bilan ko'rishib qolaman. Men sizlar bilan Yahyobek bo'ldim. Hammaga